Sabah, bu yoqqa chiqing qizim. Ahmetcha akangizga urur aslab bering. Charchab ketdi, aramasın. Chiqib aramal o'g'lim. Chiqa. Aramal bolam, aramal. Jo'na Ahmetcha aka. Bu yoqqa kelib o'ltiring qizim. Men yo'q zerikdingizmi? Yo'q. Dada, o mening qandaqsiga akam bo'lib qoladi. Yetimning qadriga yetmaydi do qizim. U bola asli bir yetim bola ekan. Ahmetcha aka, yaxshi uxlabsizmi? Bak yaxshi uxlabdiman. Çay içmay. Mutallab akam ko'rinmaydi-ku. Dadam attigan sirtqa harakat qilib chiqib ketgandi. Siz bir yerda ishlamsiz? Yo'q. Bundan keyin ikkimiz savodashib qolamiz. Men yangi maktab bitirib muzikadan imtihon berib san'at maktabiga qabul qilindim. Voy, undaqda bak yaxshi bo'pti-ku. Bundan keyin ikkimiz o'zaro o'rganib yordamlashamiz shu. Ilanga. Voy, dada. Qandaq bolam. O'tir. Qandaq? Yaxshi uxlabsanmi bolam? Bak yaxshi uxlabdiman. Çay içsana dada. Qani, ilanga? Bolam. Ahmetcan, bundaq ish bolam. Ata deganlikka sen maktabga tizim qoldirdigan kun. Sabah bilan ishkanglar bir sinfda. Yaxshi o'rganib, kelgisida yaxshi bir muzikant. Elsuyar bir naqshchi bo'lib chiqishinglarni umid qilaman. Men cho'qim ajringizni yerda qo'ymayman. Yaxshi. Bo'ldi. Endi çay içaylik dada. Çay içaylik. Ekiling. Bo'ldi qizim. Ilanglar.